kanalimiz obunachilari, bugun sizlar bilan hardcore videomizni davomini olamiz. To'g'ri, o'tgan videoda men o'lib qolgandim, lekin merda boshdan sajdat qilib, boshidan qilgan hamma ishimni qilib, o'sha joygacha yetib keldim. Endi bu yog'ini video davomida bilib olasiz. Hozir merimizni ham ochyapti. Videoning shu joyida pastga tushib, obuna va like tugmasini bosib qo'yasiz. Bu kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz shu bilan. Tak. Bu yerda ochilishi ham qiyin bo'lib ketdi. Orada ancha vaqt uzilish bo'ldi, to'g'ri. Hozir oldin bitta uxlab olamiz. Yo'q, menga kerak. Tezda bo'lsa, shu mana yerdan yiqilib o'lgandim. Kimni esida, kimni emas, ketdi yana. Yo'q. Shart emas, men o'zi qishloqdan ketmoqchi edim, to'g'rirog'i. Qishloqda hamma joyda loot qilganman, mana. Mani ko'rinishim, hamma narsam patta jelezniy. Shunga men qishloqdan ketaman. Boshqa qishloq qidirgani. Tak. Qayerga ketaman degan savol bor. Ana shu tog'larga ketaman. Keyingi qishloq chiqsa, agar yaxshiroq joyda bo'lsa, unaqa tog', bog', agar normalniy manzarasi bo'lsa, o'sha yerda qolamiz. Tak, mana yerda ham nimadir bor ekan. Tak, bu yoqda hech nima ko'rinmaydimi? Yo'q, cho'lga borsam ekan. Cho'lam uncha katta emasga o'xshaydi. Pashti yo'q ekan ko'zi. Ana yerda buzilgan portal bor ekan. Chu yo'q, katta ekan. Katta emasmi chu? Yo'q, katta cho'lga boramiz. Cho'l zo'r zona. Qishloq ko'p bo'ladi. Hamma narsa, hamma tomonlama zo'r. Qani loot qilaychi bu yerda. De oltin olma. Mana o'rniga. Tak, mana o'rniga. Flint kerak bo'ladi. Nima o'rniga?
qo'yaylik. Hisoblangan. Magma sharam kerak bo'lib qoladi. Temir solamiz, elektrik qo'yamiz. Tak. Qayerdan suzib keldik? Qaniydan suzib kelgansak. Suzib ketamiz. Ana yoqda qorli zona ekan. Cho'l, qorli zona. Eagle bor ekan yoqda. Kim bilmasa shu qorli biyomlardan shunaqa narsalar chiqib qoladi. Kim bilmasa agar hozir mana eshikdan kiramiz. Eshikdan kirib olamiz. Mana shunaqa uycha bo'ladi. Mana yoqda divan turadi. Mana yoqda gilam. Gilamni mana shu yerga kelib bunday ochsak, mana bu yerda ekan. Bu gilamni ochamiz. Bunday ochamiz. Bu yerda sekretniy laboratoriya bor. Sirli laboratoriya. Eng pastida mana pastga tushaveramiz. Shu yerda mana yoqda jetil turadi, mana yoqda zombi turadi. Shu zombini tuzatishimiz kerak. Bizda mana yoqda sandiqda narsalar bo'ladi. Mana yoqda oltin olmalar oddiy. Sandiqqa solamiz ko'mir, izumrud. Tak. Mana yoqda ham zelivarka bo'ladi, buni ham olish kerak. Shartlamas ekan bunday narsa. Kim bilmasa agar shunaqa narsa borligini ko'rsatdim endi. Oramizda bilmagichlar ham bo'lishi mumkin. Ana avonpostdan bir avonpostga kirsammi yo'qmi? Tog' tepasiga chiqqan bor ekan. Cho'lga borsam ya shu qorli zonada yursam. O'zinikini qamab qo'yibdi-ku. Oldi, qochdik bu yerdan. Xullas obunachilar, hardcore videomiz davom etadi. To'xtab qolmadim. Yerimda qaytadan sajda qo'yib, mana hamma narsamni olib o'ynab qoldim. Cheat ishlatib bo'lmaydi hardcore'da bilasiz. Cho'l nima kichkinagina cho'l. Menga eng yoquvchi biyom cho'l o'zi. Cho'l haqiqatan yoqadi menga. Qo'rqib ketdim ekan. Qo'ya qorli biyomda davom etganim yaxshimidi? Cho'l kattada bo'lib cho'lga ketdim.
faqat tog' ekanda bu yoqlarda. Sog' qoldi. Yana vishnevoy nima biyom topdimmi? Agar aylanib kelgan bo'lsam, to'xta. Aylanib keldim demanglar. Va, ketgan joyimga kelibman-ku. Ketgan joyimga qaytib kelibman ya. Tavba. Hozir ana to'g'rida qishloq bor. Biz qishlog'imiz, shuning uchun biz bu yoqqa ketamiz. Shu yoqqa o'zim solo bo'lib yashasammi? Besh kun yashab qo'yibmiz obunachilar. Bo'ldi, qorli biyomga ketamiz. Yo'q, bo'lmadi. Ko'lga boramiz deb edim. Cho'lam o'ta katta ekan. Haqiqatdan aylanib yuribman bitta joyda. Buni ko'p vaqtini shunga sarfladik. Do'stlar, keyingi qismlar bo'ladi, xudo xohlasa. Shuning uchun like va podpiskani bosib qo'yamiz. Obunachilar soni videodan kam hozir. 29 ta videoyim bo'lsa, 27 ta obunachimiz bor. Kimlarga podpiska bosgan bo'lsa, rahmat. Obunachilar sonini videodan oshirish kerak. Qancha ko'proq bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki bu motivatsiya bo'ladi. Xullas obunachilar, videoni shu yerda tugatamiz. Kimlarga ko'rgan bo'lsa rahmat. Ana yoqda qishloq bor ekan. Ana. O'sha qishloqda videoni tugatamiz. Kimlarga shu joygacha ko'rgan bo'lsa kattakon rahmat. Like va obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Bu videoni bu qishloqda keyingi videoda upload qilamiz. Kimga shu joyigacha ko'rgan bo'lsa kattakon rahmat. Postda yonda bo'lgan ekan. Ko'rmabman shuni. Videomiz tugadi.